Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bizaga Ashafiy klinikasiga bir bemor murojaat qilib keldilar. Ko'p burun bitishi bilan oldin operatsiya o'tkazgan ekanlar. Biz oldin buni tushuntirishim uchun u burunni tuzilishini birinchi tushuntirib beraman. Bu yerda o'ng burun teshigi, ya'ni o'ng burun katagidan burunning ichki ko'rinishi ko'rsatilgan. O'rtada burun to'sig'i, yon tomonida 3 ta burun chaqanoqlari joylashgan bo'ladi. Bu pastki burun chaqanog'i, bunisi o'rta burun chaqanog'i va yuqorigi burun chaqanog'i joylashgan bo'ladi. Bu yerda chap burun bo'shlig'i ko'rsatilgan, o'rtada burun to'sig'i, yon tomonda pastki va o'rta burun chaqanoqlari ko'rinib turibdi. Bemorimizni endoskop yordamida tekshirganimizda quyidagi holat ko'rindi. Ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin, o'rtada burun to'sig'i, yon tomonda burun chaqanoqlari, ya'ni bu yerda turgan mana bu struktura ko'rinyapti. Bularda o'sha mana shu pastki burun chaqanog'i pastki qismi konxotamiya deydi, ya'ni qirqib tashalgan. Qirqilgandan keyin burun ichiga hech qanaqa splint qo'yilmagan. O'zi odatda septoplastika yoki konxoplastika operatsiyalardan keyin burun ichiga tampon yoki splintlar qo'yilishi kerak. Ya'ni yon tomondagi burun chaqanoqlari kesilgan jarohati to'la bitib olguncha bu narsa turishi kerak. Bo'lmasa mana shunaqa burunni to'sig'iga yopish holatlari kelib chiqishi mumkin. Ko'rgan bo'lsanglar, mana orqa qismlarigacha burun chaqanoqlari yopishib ketgan. Hozir ikkinchi tomonni ham ko'rsamiz. Ikkinchi tomoni juda ham ayanchli holatda. Mana ko'rishimiz mumkin. Yo'q bilan solishtirganda mana bu yerda o'rtada burun to'sig'i, yon tomonda chaqanoqlari. Bularda ham o'rtada burun to'sig'i va yon tomonda chaqanoqlar turibdi. Faqat bu orqa qismigacha to'liqligicha yopishib ketgan. Ya'ni mana bu chaqanoq bo'ladigan bo'lsa, orqa qismlarigacha yopishib ketgan. Bunda hech qanaqa bunaqa holatda dorilar yordamida yoki qanaqadir manipulyatsiyalar yordamida ambulator sharoitda buni ochish iloji yo'q. Agar kichkina bo'ladigan bo'lsa, o'sha joy mahalliy og'riqsizlantirib olib tashlash mumkin, lekin bularda juda ham katta qismi yopishganligi uchun buni mahalliy og'riqsizlantirish ostida operatsiya qilib yoki umumiy og'riqsizlantirish ostida shu yopishgan qismi lazer yoki tig' yordamida ajratiladi va splintlar qo'yiladi. Jarohat to'la bitguncha 10 kundan 14 kungacha muddatda splint qo'yib, undan keyin ham jarrohga muntazam ravishda ustidagi ko'rkalar to'plansa tozalab turishga qatnashga to'g'ri keladi. O'shaning uchun agar jarrohlik o'tkazgan bo'lsangiz, vrachingizga doimiy murojaat qilib turing. To'la burun chaqanoqlari tiklanib olguncha nazoratda bo'lib turing.